Assalomu alaykum do'stlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mani ismim Temur. Xudo xohlasa sizlar bilan mana shu videolar ketma-ketlikda birgalikda qanaqa qilib PHP kutubxonasini qanaqa qilib qurish, uni qanaqa qilib internetga packages.com ga publish qilish va uni qolgan loyihalarimizni qanaqa qilib yuklab olib ishlatishda o'rganib chiqamiz. Buning uchun bizga qanaqangi bilimlar kerak bo'ladi deb so'raladigan bo'lsa, bizga oddiygina juda chuqur bo'lmagan PHP, Composer, Git va GitHubdan foydalanish bilimlari kerak bo'ladi xolos. Buning uchun men o'zimga sonni so'zga o'girish loyihasini tanlab oldim. Sizlarga maslahat beraman. Bu videoda sonni so'zga o'girishga unchalik e'tibor qaratmaymiz. Bu videolar ketma-ketlikda biz asosan qanaqa qilib kutubxonani yaratish qadamlariga e'tibor beramiz. Sizlarga maslahat beraman. Qanaqadir o'zlaringga loyihani boshqacha logikani tanlab olib, birgalikda shu qadamlarni o'tishlikni maslahat beraman. Bo'lmasam videolarni ketma-ketligini boshlaymiz. Sizlarga qiziq bo'ladigan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar.